Vohamiz ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy, ma'rifiy hayotiga doir xabar va yangiliklar tafsiloti bilan efirda Voha 24 informatsion dasturi. Assalomu alaykum. Mamlakatimizda elektron hisob varaq fakturalar orqali amalga oshirilayotgan operatsiyalar ustidan soliq nazoratining yangi tizimi joriy etilmoqda. Ushbu yangiliklarning mazmun mohiyatini tadbirkorlarga tushuntirish maqsadida viloyat soliq boshqarmasida seminar tashkil etildi. Dastlab shu haqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 26 dekabrdagi tegishli qaroriga muvofiq elektron hisob varaq fakturalarning xavf darajasini aniqlash va ularda aks ettirilgan operatsiyalar bo'yicha qo'shilgan qiymat solig'ini to'lash tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Nizomga ko'ra, mamlakatimizda elektron hisob varaq fakturalar orqali amalga oshirilayotgan operatsiyalar ustidan soliq nazoratining yangi va samarali mexanizmi joriy etildi. Mazkur yangi tartibning mazmun mohiyatini tadbirkorlik subyektlariga yetkazish maqsadida Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasida seminar tashkil etildi. Seminar davomida soliq xizmati organlari xodimlari tomonidan elektron hisob varaq fakturalarning xavf darajasini aniqlash va baholash tizimi, ularni past va yuqori xavf toifalariga ajratish tartibi, xavf darajasini belgilashda inobatga olinadigan mezonlar hamda axborot tizimining ishlash mexanizmi haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Shuningdek, belgilangan xavf darajasidan kelib chiqqan holda qo'shilgan qiymat solig'ini to'lash va hisobga olish tartibi, yuqori xavf darajasiga kiritilgan elektron hisob varaq fakturalar bo'yicha qo'shilgan qiymat solig'ini to'lashning o'ziga xos jihatlari, soliq to'lovchilarning huquq va majburiyatlari hamda reyestr orqali ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatlari tushuntirildi. Soliq xodimlari biz tadbirkorlarga yangi tartiblar haqida sodda va aniq tushuntirish berdi. Jumladan elektron hisob fakturalar orqali amalga oshirilayotgan operatsiyalar nazorati, xavf darajasini aniqlash tizimi hamda qo'shilgan qiymat solig'i to'lash va hisobga olish tartibi bilan tanishdik. Bu tizim test rejimida asosida ish faoliyat boshlangan edi. Dekabr oyida, yanvar oyida to'liq ish rejimiga tushganligi to'g'risida soliq xodimlari bizga to'liq ma'lumot berishdi. Hozirgi bu yangi tizim orqali kontragent INENni kirgizganimda elektron hisob fakturani shakllantiraman. 1 daqiqadan keyin xavflilik darajasini birdan aniqlab beradi. Bugungi seminarda biz tadbirkorlar yangi tizim haqida ko'proq ma'lumotlarga ega bo'ldik. Tadbir yakunida ishtirokchilarni qiziqtirgan barcha savollarga mutaxassislar tomonidan batafsil javoblar berildi.